Menda tez natija berganlar bir kunda bergan, ya'ni bitta protsedurada berganlar ham bor. Protsedura qilganman, o'sha ikkinchi protseduraga kelganda o'sha bittada rezultatni ko'rganlar ham bor. Shunaqa patsientlar ham bor, 15-20 marta kelganlar ham bor. Bu, конечно, endi organizm immunitetiga ham bog'liq, immuniy sistemaga, shuni hisobiga kimdadir bittada, kimdadir 10 tada rezultat, natija beradi. Qiziq savolda, masalan, 4-5 yillab yurishadi-da yuzdagi husnbuzar bilan. U shunchalik darajada chuqurlashib ketadi. Unda terini qarasangiz ham yallig'lanish jarayoni bor, ham giperpigmentatsiya, ham eritema. U yerda yo narsani o'zi yo'q. Endi tasavvur qiling, mendan so'rashadi, siz necha kunda tuzatib berasiz deyshadi. Men aytaman, siz 4-5 yil yurdingiz-da, kelib olib mendan hozir bittada rezultat so'rayapsiz. Men har doim o'sha 2-3 protsedura o'tkazganimdan so'ng o'sha aytishim mumkin, rezultatiga qarab turib. Chunki hammaning organizmi har xil. Men oldindan masalan ayta olmayman, men patsient keldimi, bo'ldi, men sizni 2 protsedura tuzatib beraman deya olmayman. Lekin bor ekan shunaqalar ham. Menga bitta patsientim keldi, endi aytib berishadi-da o'zini boshdan o'tganini, chunki bitta menga kelishdan oldin ko'pchiligi borishadi. Voy asalim, sizni bir haftada yuzingizni ideal holatga keltirib beraman, voy zo'r bo'lib qoladi deb shunaqa qilib berishadi. Va'dalar berishar ekan. Lekin hech qachon hech kimga va'da bermayman. Chunki hammaning organizmiga bog'liq, u teri xususiyatiga bog'liq. Natija menda har doim bo'lgan, Xudoga shukr. Lekin oldindan va'da bermayman.